Akalar, mana assalomu alaykum. Tuzuymizlar, charchamay. Qishlarda sovuqlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Akalar, shu traktorimiz sotiladigan. 28 traktor. Ish faoliyati yaxshi. Nimalar mana tishi 1,5-50 o'zi tushunadi. Mana katta bitta boshmaldoqchalik qallaydi. Tishi oldi. 3 g'ildirak. Mana traktorimiz motori. Motorimiz zavodskoy motorni ochib, zavodskoy motorni. Normalni N1 vali. Gilza portion yangi bosib qo'ydik. Gilza portion yangi 0 bosdik. Normalni. Atstonligimiz, traktorimizni o'zi holati zo'r, ishga tayyor. Orqa tishi mana petlas. Yangi balon qo'yganman. Mana 2 barmoq qalinligi. 2 barmoq qalinlikka to'g'ri keladi tishi. Buni o'z traktorchilar tushunadi yaxshi. Traktorimizning o'sha ko'rinishi bu. Yurishlari zo'r. Katta apparatdan. Endi bizga ishtaligi bo'yab netmaganmiz. Bizga ishga tayyor ishlaydigan holatda traktor. Ish beradigan holatda. Ayb akkumulyatori yo'q. Mana gilza porshonlarni bosib qo'yganmiz. O'zi biladiganlar bittada biladi buni. Ko'rganlar. Apparatimiz mana undan. Bu tishi yonidagi tishi ham mana shunchalik mana 2 barmoq. Eng past joytalik kam yilib ketadigan joy mana 2 barmoq yangi balon qo'yib qo'yganman, petlas. Turetskiy balondan. Orqalari mana Belarus qo'llarini qo'yib biz endi ishlatgan, tayyorgarlik ko'rganmiz. Bizimiz bog'larimiz bor, bog'larni sotib oldik. Endi bizga mana shu texnikamizni foydalanadigan odamlar bo'lsa, foydalansa bo'ladi. Kabinaning ichki holatlari. Mana ключ yashig'i bor, sideniyasi. Bo'ldi mana richaylar. Hammasi ishlaydi. Ishga tayyor ishlaydigan holatda. Traktorimiz bu turishdagi holati, yonboshdagi holati. Mana oldi kapotda mana turibdi pastda. Yopmaymiz. Ishlatamiz ama ishlatganligimiz uchun. Bu yoqda mana prinsipi ham bor. Prinsipimizning baloni mana bittasi mashq holatda. Ustimonosi bundan ko'ra yaxshiroq tishi bor mana. Orqadagisi zakonniy. Bu prinsipimizning ichi. Ikkala tarafga ham o'ntaradi. Mana prinsipni tishi. Mana qalinlik. Bitta barmoq bu ham. Tishi mana orqasi. Prinsipni ko'rinishi. Akalar. Mana yonboshdan ko'rinishi. Chizili ham bor, xudo xolasa. Chizilni ko'rsataman. Chizili bilan oladigan odamga chizili bilan. Mana. Agar o'tda turibdi, chizili. Bitta KPN lopatkasi bor akalar. Mana hozir ko'chada ko'rsataman. Xudo xolasa. KPN lopatkasi. Bitta mana buni kultivatsiyasi bor akalar. Kultivatsiyasi bor. 70 ga. Akalar, ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa, dokumentlari joyida. Xudo xolasa o'tkazib bera olamiz.
nomeri eski nomerdan ama. Biz aşı bo'yicha ishlatib yurganmiz. Nomeri eski nomerda. Akalar. Ama sog' bo'lasizlar. Adam baqa yurganimizda biz pauza qilishni bilmaymiz. Biz dehqon odammiz. Mana akalar. Mana shu bor texnikamiz. Hamma narsasi bilan traktorimiz 40 million bo'lsa berib boramiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.